Mana hozir hali ham biz o'quvchilar bilan shug'ullanib yuribmiz. Endi qizlar hozir savollar beraman deb 2 minutda tezgina chiqib ketadigan joylar 4 ta qat-qatlarda. Ilonizga Ha, mana ilonisi. 90 gradus. Yana. Parallelniy parkovka bilan Ha, ikkita parkovka dedik. ha. To'g'ri, parallelni va perpendikularni, o'sha yonlama va orqa parkovka deysizlar uni. Mana biz keldi. Buring oxirigacha. Mana biz ketdi endi. Endi keyingi savolimiz bizada 5 sekundda turadigan joylar bor. O'shatlar qat 4 ta u joy. Bo'ldi, stop. Marga chiqib qoldi. Peshexodda. Peshexodniy дорожкада, Estakadada. estakadada, yana Poyezd yo'l anaqasi. poyezd yo'li kesishmasi va Avariyniy. avariyniy situatsiyada. Молодец, zo'r. Kelgan 4 ta joyda поворотник yoqish kerak. Qat-qatlarda gapiringlar. Startda. Start yana. Finish chizig'ida. Finishda. Kelgan. Keyin anaqa parallel parkovkadan chiqishda svetoforda, Aha. chorrahada poyezd yo'lga ketishda svetofor. Молодец. Da, to'ppa-to'g'ri. Demak, parallelniydan chiqqanda va perpendikularniydan parkovka, ya'ni orqa va yonlama parkovkadan chiqqandan keyin поворотник yoqamiz. Davay kiramiz, mana shu yerga to'xtadik. Stop, bu yerda yoqish shart emas edi поворотник. Buring oxirigacha. Ketdik, kiramiz. Mana bizda ruchkani ro'parasiga keldi oq chizig'imiz. Buryapmiz. Молодцы. Kundaliginglarni bersanglar 5 qo'yib beraman. Gulnor opamga 2 qo'yamiz, kam gapirdilar. Aktiv bo'lmadilar. Xayolimda. Shu. Davay yana ozgina oldinga stop. Nima qilardik? Maksimalni oldindagi sariq chiziqqa yaqin kelib to'xtadik, Hop.